Salom do'stlar, English Grammar Tenses testimizni Kahootda ishlab ko'ramiz. Bizlar ketdik. Raqiblarimizni har xil hayvonchalar, bizning avatarimiz yo'lbarscha kepiki olgan. Xo'p, does he go? Present simple. Simple present. Teskari beribdi. Simple present. Qarang, mingdan ming uryapti birinchi o'rindagi. Qoyil. Javoblarni bilsa kerak. He isn't going. Progressive. Endi bizga o'qish uchun vaqt ketyapti ozgina. Bu birinchi o'ringa chiqib oldik. Yaxshi. Xo'p, he went. Past simple. Simple past. Qarang, teskari beryapti. Chalg'itish uchun. 965 va biz hali ham birinchi o'rindamiz. Yetakchimiz. Keyin esa he has gone. Present perfect. Present perfect. Yaxshi. Present perfect. Va biz birinchi o'rinni berganimiz yo'q hali. He would go. Conditional present. U borgan bo'lardi. Present simple yo'q, demak bu conditional present. Yaxshi, birinchi o'rindamiz. Mustahkamlab olyapmiz. He will be going. Future continuous, future progressive. Future continuous yoki future progressive. Yaxshi. Hop, had he gone. Past perfect. Mingdan ming urish uchun o'qimasdan bosish kerak. O'qimasdan bo'lsak xato topib qo'yishimiz mumkin. Wasn't he going? Past progressive. Qarang, 979. Tez bosganimizda ham, lekin ikkinchi o'rinda ancha oldinlab ketdik. Xo'p, to'g'rilab chiqishimiz kerak ekan. Oy, nemischa savol beryapti-ku bu. Xo'p, site owner nachar keyingidan o'ynayotgan edi, o'ynab bo'lgan edi. Ikkitasi to'g'ri, bittasi xato ekan. Have done bilan gas bo'lar ekan. Uchinchi o'ringa tushib ketdik va keyingi savolimiz ham shunaqa, yana nemis tilida beryapti. Menimcha o'tmishdan kelasi zamonga qarab yurishimiz kerak va hop, was done bo'ldi. Bunaqa bu, ana shu bo'ldi. Ikkita xato yana bitta o'rnini almashtirib qo'yibmiz. Xo'p, keyingiga o'tamiz va 5-o'ringacha chiqib ketdik. Yana shunaqa savol. Double points bu yana. Xo'p, yana menimcha shunaqa va endi has been ni birinchi qo'yamiz. Is being ni birinchi qo'yib turib, mana shunday qo'ysak. Va bu to'g'ri chiqdi. Ko'tarilarmiz? Va yo'q. 4-o'ringa qolib ketdikmi? 4-o'rinda qolib ketdik. Yaxshi bo'ladi. Keyingi safar birinchi o'rinni olishga harakat qilamiz va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.